Narsiz inson siz bilan munosabatlari buzilganini sezganida va yoki o'rtangizda biror bir konflikt sodir bo'lib, siz uning kontrolidan chiqqaningizni bilib qolganida, siz haqingizda har xil tuhmatlar, bo'xtonlar, yolg'onlar tarqatishni boshlaydi. U o'zini jertva holatiga olib keladi, ya'ni jabrdiyda. Siz juda ham yomon insonsiz. Siz yolg'onchi bo'lib chiqasiz. Siz vaziyatni juda ham bir tushunarsiz holatga olib kelgan inson holatiga tushib qolasiz. Insonlarni, boshqalarni oldida, uchinchi shaxslarni oldida. Narsiz buni nima uchun qiladi? Siz haqingizda insonlarga yomon gaplar, yolg'on gaplar tarqatib, siz yana qaytib narsizga borishingizni ta'minlamoqchi bo'ladi. Shuning uchun umuman g'iybatlarga, tuhmatlarga, bo'xtonlarga e'tibor bermang. Qo'ying, o'zini, cho'g'ini o'zi qazisin.